Har bir davr o'z qahramonlarini yetishtirib chiqaradi. Ammo shunday insonlar borki, ular faqat o'z davrining emas, balki kelajak avlodlarning ham yo'lini yoritadi. Professor Ahmadxo'ja Nig'monovich Yunusxo'jayev ana shunday ziyoli, olim va fidoyi insonlar sirasiga kiradi. Ahmad Nig'monovich nihoyatda iqtidorli mutaxassis va u haqqoniy darajada farmatsevtika fanlari doktori, professor unvoniga egalik qiladi. Uni bilim darajasi ham shu bilan mutanosib holatda, ya'ni adekvat holatda rivojlangan. Men u kishini hozirgi zamonamizning tibbiyot sohasidagi eng aqlli, eng iqtidorli shaxslardan biri deb bilaman. U haqiqatdan uni nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, ma'naviy darajasi va ishchanligi, ishdagi tartib va intizom o'rnatish qobiliyatlari maqtovga loyiq. Men u kishi bilan do'st bo'lganimdan, aka-uka bo'lib faoliyat ko'rsatganimdan va hozir ham bu do'stligimiz davom etayotganligi bilan faxrlanaman. Ahmadxo'ja Nig'monovich Yunusxo'jayev 1956-yil 12-aprelda Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida shifokorlar oilasida tavallud topdi. Ilm-fanga, inson salomatligiga xizmat qilish ruhi uning qon-qoniga bolaligidan singdi. 14 yoshda otasidan ayrilgan bo'lsa-da, bu sinov uni sindirmadi. Aksincha, hayotga bo'lgan mas'uliyatini, maqsadga intilishini yanada mustahkamladi. Maktabni oltin medal, institutni qizil diplom bilan tamomlagan Ahmadxo'ja Nig'monovich uchun bilim eng oliy qadriyat edi. U doimo nafaqat o'z ustida ishladi, balki atrofdagilarga ham tayanch bo'ldi. Bu fazilatlar uni kelajakda yuksak marralar sari boshladi. Studentlik paytdan juda harakatchan, aqlli, bilimga intiladigan odam edilar. Bu odamning o'zi yaratilishi shunaqa, g'ayratli, bilimli, bilimga intiladigan inson. Institutda yaxshi a'lo baholar bilan o'qib, qizil diplom bilan bitirganlar. Ularda shunaqa yo'nalish borki, qamrov keng. Men o'zim qoyil qolaman, gap ochiqini aytsam, men masalan bitta ishni boshlasam, o'shani oxiriga yetkazmagunimcha boshqa ishga qo'l ura olmayman. O'shani bitkazgandan keyin boshqasiga o'tishim mumkin. Lekin Ahmadxo'jada unaqa emas. Bir vaqt o'zida ikkita, uchta yo'nalishda olib ketaverardilar-da. Endi Alloh bergan iste'dod. Lekin ularda mana shu juda yaxshi menejerlik, tashkillashtirish qobiliyatiga ega Ahmadxo'ja. Mana biz necha yil farmatsevtda ishlagan bo'lsak, juda ko'p kadrlar bizda o'qib chiqib ketdi. Shularning ichida men o'zim bilganim, maqganim eng o'tkirish Ahmadxo'ja. Ahmad Nig'monovich Yunusxo'jayev farmatsevtika sohasining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shib borayotgan taniqli olimlar. Ularni respublikamizda dori siyosatini shakllantirish, aholini bezarar va samarador dori vositalar bilan ta'minlash, mamlakatimizni farmatsevtika sohasini mustahkam poydevorini yaratishda amalga oshirilayotgan ishlari albatta e'tiborga loyiqdir. Agar ularni oxirgi 5 yildagi faoliyatlariga nazar soladigan bo'lsak, original dori vositalarini yaratish, ularni standartlash, klinik oldi, klinik sinovlardan o'tkazish bilan birgalikda farmatsevtika ta'lim va tadqiqot institutini tashkil qildilar. Bu institutni boshqa oliy ta'lim tashkilotlaridan farqi shundaki, bu yerda talabalar birinchi kursdanoq o'zlarini nazariy ta'limlari bilan birga amaliyotni birga o'zlashtirishadi. Buning uchun yaratilgan sharoitlar talabalarimiz uchun juda qulay bo'lib, bugungi kunda nafaqat bitiruvchi kurs talabalarimiz, boshlang'ich kursdagi talabalar ham respublikamizda o'tkazilayotgan nufuzli tanlovlarda, xalqaro tanlovlarda, olimpiadalarda g'oliblikni qo'lga kiritib kelmoqdalar. Men bugungi qutlug' kunda ustozimiz Ahmad Nig'monovichga sihat, salomatlik, amalga oshirilayotgan xayrli ishlarda ulkan zafarlar tilayman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yosh mutaxassisning 1978-yildan boshlagan ilmiy faoliyati
butunlay farmatsevtika fanining rivojiga bag'ishlandi. Biologik faollar, ligandlar va mikroelementlar asosidan koordinatsion birikmalar, yangi dori vositalarini yaratish sohasida olib borilgan izlanishlar uni fan doktori, professor darajasiga olib chiqdi. Uning ilmiy ishlari nafaqat nazariy ahamiyatga, balki amaliy qiymatga ham ega bo'ldi. Menda bir fikr paydo bo'ldi. Keyingi paytlarda dori vositalarining salbiy ta'siri bo'yicha bu juda ko'p shikoyatlar, juda ko'p noloyiq, nomunosib holatlar mavjudligi sababli men Ahmad No'monovichga shu dori vositalarining salbiy ta'siri bo'yicha siz uni yaxshi biladigan yo'nalish bitta kitob yozsanglar degandim. Mana men qo'limda shu kitobni men ushlab turibman. Biz mana buni hozirgi paytda vrachlar malakasini oshirishda bu kitob juda asqotib, men har bitta guruhda, har bitta rahbarga shu narsani uqtirib o'taman. Birinchi g'alabaning nashidasi o'zgacha. U qalbda bir umr so'nmas chiroq bo'lib qoladi. Odamni hamisha yangi marralar sari undaydi. Ilm yo'liga kirib kelayotgan yosh olimning ilk muvaffaqiyatli himoyasidan mamnun bo'lgan kimyo fanlari doktori Ozod ota Shobilolov o'sha kunlarni chuqur ehtirom bilan yodga oldilar. Ahmadxo'ja No'monovich meni birinchi yaxshi ko'rgan o'quvchim va shogirdimdir. U Toshkent farmatsevtika institutida tahsil olayotgan davrdayoq ilmiy tadqiqot ishlariga nihoyatda ishtiyoqi baland ekanligini ko'rsatdi. Institutda imtiyozli tugallagach, uni institut qoshidagi markaziy ilmiy tekshirish laboratoriyasi kichik ilmiy xodim sifatida qabul qilindi. Unga ilmiy rahbar etib meni tayinlashdi. Unga dissertatsiya ishini B guruhi vitaminlarni hayotiy zarur metallar bilan koordinatsion birikmalarini tadqiqi borasida tuzishga kelishildi. Rejada juda katta ishlar va ma'lum darajada qiyin ishlar va albatta eng muhimi unga yaqin eng zamonaviy tahlil usullarini qo'llash rejalashtirildi. Mana bu katta ko'lamdagi ishni Ahmadxo'ja 3 yilga yetmasdan to'laligicha benuqson va juda yaxshi natijalar bilan yakunladi va dissertatsiya ishini yozishga o'tdi. Dissertatsiya himoyasi 3 yil deganda tashkil etildi. Himoya Qirg'iziston Respublikasini hozirgi Bishkek shahrida bo'lib o'tdi. Qirg'iziston Fanlar akademiyasida bo'lgan bu himoyada O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonning yetakchi akademik olimlaridan tashkil topgan hududiy birlashgan ixtisoslashgan kengashda olib borildi. Dissertatsiyaga opponent sifatida dunyoda tanilgan olim professor Friedman Yakov Davidovich tayinlangandi. Dissertatsiya ishining natijalaridan biri bu olimning ishlari natijalariga zid bo'lib qoldi. Dissertatsiyada bu haqida lom-mim deyilmagan va bu borada tanqidiy mulohazalar ham berilmagan bo'lishiga qaramasdan, olim himoyagacha bo'lgan bir oy davomida qo'shimcha chuqur izlanishlar olib borgan. Himoya vaqtida dissertatsiya ishiga professor juda yuqori baho berdi va shu bilan birga ayni masalada biz katta xato qilgan ekanmiz. So'nggi biz olib borgan izlanishlar dissertant bu borada haq ekanligini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Kengash ishiga raislik qilayotgan Qirg'iziston Fanlar akademiyasining akademigi Beshin Imonoxonovich qichqirib o'rnidan turdi.
Qirg'iziston Fanlar akademiyasi tarixida bunday holat bo'lmagan. O'zini xatosini shunday jamoada tan olish uchun qanaqa ilmiy jasorat kerak deb aytdi. Bu Ahmadxo'jani hayoti davomida qo'lga kiritgan sanoqsiz muvaffaqiyatlarni beboshchasi edi. Himoyadan ko'p o'tmay meni institutning analitik kimyo kafedrasiga mudir sifatida tayinlashdi. Markaziy laboratoriyaning juda katta ilmiy bo'limiga rahbar etib Ahmadxo'ja Nig'manovich belgilandi va shu vaqtdan boshlab uni mustaqil juda jo'shqin ilmiy faoliyati boshlandi. Ahmadxo'ja Nig'manovich Yunusxo'jayev mamlakatimiz dori siyosatini shakllantirish va takomillashtirishda, aholini xavfsiz, samarali va sifatli dori vositalari bilan ta'minlashda beqiyos hissa qo'shdi. Sog'liqni saqlash tizimidagi mas'ul lavozimlarda ishlab, farmatsevtika sohasining mustahkam poydevorini yaratdi. 1991-yil. Mustaqillik va yangi sinovlar. O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qildi. Sovet ittifoqi tarqadi. 70 yil davomida shakllangan aloqalar uzildi va barcha sohalar kabi farmatsevtika ham katta qiyinchilikka duch keldi. O'zbekistonda birgina dori ishlab chiqaruvchi zavod mavjud edi va markazdan dorilar yetkazib berilishi to'xtatildi. Bu vaziyatda aholini samarali hamda xavfsiz dorilar bilan ta'minlash muhim vazifaga aylandi. Yangi O'zbekistonda dori vositalari muomalasi tizimini yangidan barpo etish muammosi turar edi. Ahmadxo'ja Nig'manovich barcha mashaqqatni o'z zimmasiga oldi. Soyuz bitta davlat bo'lgan. Shuning uchun Soyuzda bitta farmakologiya qo'mitasi bo'lgan. Mustaqillik bo'lgandan keyin bizning boshqa respublikalar bilan aloqamiz uzildi. Dori taqchilligi boshlandi. Hukumat shuni dori taqchilligini yo'qotish uchun Turkiyadan kredit olib, Turkiyadan biz dori olganmiz. 160 nomli dori olganmiz. Ana endi shunda farmakologiya qo'mitasini tashkil qilish to'g'ri keldi. Mana shunda oldin Ahmadxo'ja u yoqqa ishga o'tdilar, keyin meni ham taklif qildilar shu yerda. Ana keyin biz Sog'liqni saqlash vazirligida farmakologiya qo'mitasini vaqtida 3 kishi bor ishladik boshlaganmiz. Ahmadxo'ja uni qo'shdi, laboratoriya tashkil qildilar. Undan keyin biz normativ texnik hujjatlarni o'sha tajriba asosida, Soyuznikning asosida, masalan, mahalliy dori vositalarini ro'yxatga olish tartibi, xorijiy dori vositalarini ro'yxatga olish tartibi, klinik sinovlar tartibi mashalani shu Soyuz normativ hujjatlari asosida O'zbekiston uchun o'zimiz ishlab chiqdik, tasdiqlatdik. Shuni asosida biz ishlay boshladik. Klinik sinovlarni o'tkazganmiz. Juda qattiq ishlaganmiz. Lekin charchamaganmiz, chunki mustaqillikka erishdik. Yangi qo'mitani tashkil qilyapmiz. Qandaydir bir ruhiy ko'tarinkilik bor. Charchash ham yosh edik, albatta ham charchash ham bilmay ishladik. Mana Turkiya O'rta Osiyoda mustaqil bo'lgan 5 ta respublika kredit bergan. Shularning ichida eng ko'pi bizga bergan. Bitta biza O'zbekiston klinik sinov o'tkazdik. Boshqalar shunda bor o'rda. Klinik sinovda Toshkentdagi hamma klinikalar qatnashdi. Ular ham juda haligi ko'tarinki ruhda ishlashdi. Shu klinik sinov natijalarini olganimizdan keyin farmakologiya qo'mitasida hamma olimlarni yig'ib, farmakologlar o'shani ko'rib chiqib, keyin amaliyotda qo'llashga ruxsat bera boshladi. Lekin bizning ishlab chiqaruvchilar ham dorilarni ishlab chiqara boshladi, farmakologiya qo'mitasiga hujjat topshira boshladi. Keyin chet el firmalari ham kela boshladi endi bizga. Ularga ham bozor kerak u. Ochildi yo'l. Kela boshladi. Sekin-sekin mana biz hamma hujjatlarni yaratdik. Chet el dori vositalarini ro'yxatdan olish tartibi, o'zimizda ishlab chiqarilgan dori vositalarini ro'yxatga olish tartibi, klinik sinovlarni tartibi va hokazo. Ish jarayoni ko'payib bordimi, oshib bordimi? Ana endi yangi xodimlarni ola boshladik. Prezidentning farmoni chiqdi.
bosh boshqarma tashkil qilish, dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasi Sog'liqni saqlash vazirligini qoshida. Ana unda bu yerda yana Ahmadxo'jani tashkilotchilik xususiyatlari yana qo'l berdi. Endi biz qaytadan yengitdan alohida shu boshqarmani o'zida farmakologiya qo'mitasi, farmakopeya qo'mitasi, yangi texnika qo'mitasi, narkotiklar qo'mitasi tashkil qildik. Endi hammasi bu Ahmadxo'jani tashkilotchilik nimasida Alloh bergan deyman men xususiyat. Ana shu tashkilotchilik qobiliyat yuqori bo'lgani uchun hammanglar bilasizlar. Prezidentni shu ijtimoiy yo'nalishda maslahatchilar ham bo'ldi. Bizani farmatsevtlardan ana shu bironta farmatsevt, institut bitirgan farmatsevt olim, bu farmatsevt mutaxassis respublikada bunaqa yuqori lavozimga ko'tarilmagan, ishlamagan. 91-yil mana shu O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin demak bizani ko'p haligi tartibga solish tizimimiz farmatsevtika sohasida markazdan, ya'ni Moskvadan qilardi. Shunda O'zbekistonda shunaqa savol paydo bo'ldiki, O'zbekistonda yaratish, shu tizimni yaratish, ya'ni dorilar o'zidan o'zi mamlakatga kirib kelmaydi, o'zidan o'zi tekshirilib qolmaydi, ularni misol uchun qo'llashga alohida qonunchilik talablari bo'lishi kerak. Mana shu joyda Ahmad akamni ikkinchi bir xislatlari o'zini ifodasini topdi, tashkilotchi bo'lgan. Ilmiy yo'nalishda, boshqa yo'nalishda, pedagogik yo'nalishda ularni juda mahoratlari kuchli farmakologiya qo'mitasi Sog'liqni saqlash vazirligining ichida tashkil etdi-da. Bu yerda endi asosiy laboratoriya, ya'ni dori vositalarini tahlil qilish laboratoriyasini tuzish to'g'risida masala turdi. Umuman olganda hozirgi mana shu regulyator deymiz, milliy regulyator shu farmatsevtika sohasidagi milliy tartibga solish sohasiga asos qo'ygan olimlardan eng birinchi olim Ahmad Nog'mon Yunus Xo'jayev. Laboratoriya tuzishga erishdilar, muvaffaq bo'ldilar. Birinchi protokollar, demak dorilarni demak qabul qilish, ularni tahlildan o'tkazish tartiblari, boshqalari, nizomlarini hammasini Ahmad Nog'mon o'zlari shaxsan o'zi demak ishlab chiqqanlar bashlan birinchi anaqalarini. Laboratoriya tuzildi, dori vositalari, o respublika kirib kelayotgan dori vositalari demak tahlildan o'tkazilib, tekshirilib bozorga chiqarish tizimi shunda birinchi bo'lib paydo bo'ldi. 95-yilga kelib Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida dori vositalari hamda tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasi tashkil etildi. Bu boshqarma tashkil etilib, bu yerga farmakopeya qo'mitasi, farmakologiya qo'mitasi, yangi tibbiy texnika qo'mitasi qo'shilgan holda shularni hamda davlat markazi, 4 ta laboratoriya. Bu boshqarmaning strukturasini ham asoslagan, uni ishlab chiqqan Ahmad Nog'mon Yunus Xo'jayev. 92-yilda tashkil qilingan laboratoriyamiz o'sha paytga kelib 4 ta laboratoriyaga aylandi. Bu yerda dori vositalari sifatini tahlil qilish va standartlash laboratoriyasi, asosiy farmatsevtika laboratoriyamiz, vaksina, zardob hamda mikrobiologik tahlil laboratoriyasi, farmakotoksikologik laboratoriyasi hamda tibbiy texnikani sifatini nazorat qilish laboratoriyasini tashkil topgan davlat markazi tashkil etildi. Shu davlat markaziga birinchi bo'lib Ahmad Nog'mon direktor vazifasiga tayinlandilar. Uzoq yillar mana Ahmad Nog'mon shu boshqarmani demak umumiy ishini tashkil qilish, hujjatlarni yuritishi, bu borada umumiy dori vositalarining regulyatsiyasiga tegishli bo'lgan bir qancha qarorlar, prezident farmonlari, vazirlar mahkamasining qarorlari chiqdiki, bu qarorlarning har birida demak dori vositalarini, tibbiy texnik, tibbiy ashyolarni qayd qilish bo'yicha nizom tasdiqlandi. Farm inspeksiya tizimi bu yerda joriy qilindi. Shu Ahmad Nog'mon paytlarida demak dori vositalarini majburiy sertifikatsiya qilish demak tizimi joriy etildi. Vazirlar Mahkamasining 427-qaroriga asosan shu tizim asosida ayni Ahmad Nog'mon tashabbuslari bilan viloyatlarda davlat markazining filiallari tashkil etildi. Umuman yo'q bo'lgandan shunaqa katta bir tizim tashkil etildiki, bu tizimni keyinchalik xalqaro miqyosda ham tan olinib, o'sha paytda Lekset degan tizim bor edi. Bu Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tashkil etilgan. Demak, uni ikkita konferensiyasi o'tdi O'zbekistonda. Misol uchun har xil chet ellardan birga kelib turib, bizani tajribamizni atrof qo'shnilarimiz ham o'sha paytda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ham kelib bizadan o'rganib, o'sha bizani
hujjatlar asosida ular keyinchalik o'zida shu tizimni tashkil qilishi boshlandi. Har xil paytlarda Ahmad Nog'monovich, men aytib o'tganimdek, o'sha davlat markazi direktori, farmakopeya qo'mitasining raisi hamda mana o'sha umuman tizimga bosh sifatida uzoq yillar davomida bosh boshqarma, dori vositalari tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasini boshlig'i sifatida faoliyat yuritib, o'zlarini faqat olim, ustoz sifatida emas, hattoki juda ham mohir tashkilotchi sifatida ham o'zlarini shu yerda ko'p qirralari namoyon bo'ldi. 2001-2017 yillarda Toshkent farmatsevtika instituti rektori sifatida u ta'lim, fan va ishlab chiqarishni uyg'unlashtirgan zamonaviy tizimni joriy etdi. Yangi ta'lim yo'nalishlari ochildi. Ilmiy maktablar rivojlandi. Moddiy texnik baza mustahkamlandi. Professor Yunus Xo'jayev rahbarligi ostida institut nafaqat ta'lim maskani, balki chinakam ilm-fan markaziga aylandi. Shu davrda 80 nafar yosh olim o'z dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli yoqlab, farmatsevtika ilmining poydevorini mustahkamladilar. Ilmiy salohiyatning 62% yuqori cho'qqiga ko'tarilishi esa ta'lim va tadqiqotning o'zaro uyg'unligi samarasidir. Aynan shu yillarda institut respublika oliy ta'lim muassasalari reytingida kuchli uchlikdan mustahkam o'rin egalladi. 2001-yilga kelib Toshkent farmatsevtika institutiga rektorlik vazifasiga tayinlandilar. Farm instituti katta yutuqlarga erishdi. Eng katta qilingan ishlardan bittasi dori vositalarini standartlash ilmiy markazi, DVSIM deb aytamiz. Hozirgacha faoliyat yuritib kelyapti. Shu laboratoriyani tashkil etilgani, eng yangi zamonaviy asbob uskunalar bilan jihozlangan, eng yangi demak yo'riqnomalar asosida tashkil etilgan 4 ta laboratoriya DVSIM qoshida. Nima uchun tashkil etilganida? Me'yoriy hujjatlar yaratish, uni standartizatsiya bosqichi oqsayotgandi o'sha paytlarda. Shularni bir umumiy bir anaqaga olib kelish uchun shu markaz tashkil etildi. Bu ham Ahmad Nog'monovich o'zlarining tashabbuslari bilan. Ahmadxo'ja Nig'monovich rahbarligida yaratilgan Piratsin, Ferask, Nigiprost, Antikavir kabi dori vositalari minglab insonlar salomatligini asrashga xizmat qilmoqda. Bu olim uchun eng oliy baxt va mukofotdir. Bugun Yunus Xo'jayev, Ahmadxo'ja Nig'monovich o'zlarini muborak tabarruk 70 yoshlarini qarshi oldilar. U odam haqida qancha ko'p gapirsam, shuncha oz deb o'ylayman. Ahmad Nig'monovich o'zlarini hayotlarini ilmga va ta'limni rivojiga bag'ishladilar. Ularning ilmiy faoliyatlari asosan yangi koordinatsion birikmalar, shuningdek biometallarni dori vositalari bilan turli koordinatsion kombinatsiyalarini maqsadli sinteziga bag'ishlangan bo'lib, shu kunga qadar ular tomonidan 300 dan ziyod birikmalar olingan va ularning asosida yangi original dori vositalar ishlab chiqarilgan bo'lib, ularga ixtiro uchun patentlar olingan. Ahmad Nig'monovichning ilmiy faoliyatlari doimiy ravishda zamon bilan hamnafas uyg'unlikda bo'ladi. Bunga misol qilib antikovid preparatini gapirib bermoqchiman, ya'ni shu kunni dolzarb masalasini yechimiga qaratilgan. Covid pandemiyasi paytida Ahmad Nig'monovich tomonidan yangi kurkutsink substansiyasi sintez qilingan va uning asosida original antikavir kapsulalari ishlab chiqilgan. Ilmiy izlanishlar davrida ushbu kapsulalarni pandemiya davrida eng ko'p ishlatilib kelingan favipiravir kapsulalariga qiyosiy o'rganilganda taklif etilayotgan antikavir kapsulalari favipiravirga nisbatan bir necha barobar samaraliroq ekanligi isbotlangan. Ular biror maqsad oldilariga qo'yganlarida juda ham tez vaqt ichida sifatli natijaga erishadilar. Va yana bir o'ziga xos tomonlari, shu maqsadga erishish davrida biror bir to'siq yoki qiyinchilik tug'ilganda shu to'siqdan o'tish jarayonlari mana doim hayratda qoldirib kelingan. Masalan, inson oldida hayotni turli xil pog'onalarida biror bir to'siqlar paydo bo'lishi mumkin. Biror bir maqsadga erishish uchun qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin va har bir odam bunday to'siqdan turlicha o'tadi. Kimdir bu vaziyatga qo'l siltab ketishi mumkin, kimdir tushkunlikka tushib qoladi. Ahmad Nig'monovich esa doimiy ravishda to'siqlardan juda ham xotirjamlik, sokinlik, osoyishtalik bilan uzoqni ko'ra bilib turib, to'g'ri yo'l tanlab chiqib ketish xususiyatlari mavjud.
Bunday xususiyatlari ularga nisbatan atrofdagi barcha odamlarni hurmatlarini yanada oshiradi. Shunda erishilgan maqsadlardan bittasi hozirgi biz ishlab kelayotgan farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti deb bilaman. Sababi Ahmad Nigmanovich har doim aytardilar, farmatsevtika shunday ta'lim turiki, shunday sohaki, uni alohida ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni farmatsevtikani turli xil jabhalari uyg'unlikda ishlaganda sifatli samaraga erishish mumkindir dedilar va bu natijani farmatsevtika ta'lim va tadqiqot institutida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda farmatsevtika ta'limi uchun zarur bo'lgan barcha ta'lim jarayonlari, barcha ta'lim bosqichlari, bu bakalavriat, magistratura, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, malaka oshirish va qayta tayyorlash, undan tashqari ilm uchun barcha sharoitlar yaratilgani, ya'ni bunda dori vositalarini, texnologik ko'rsatkichlarini aniqlash, ularni sifatini baholash, dori vositalarini klinik oldi tadqiqotlari uchun kerak bo'lgan barcha sharoitlar mavjudligi aynan Ahmad Nigmanovichning yutuqlari deb bilaman. Va fursatdan foydalanib Ahmad Nigmanovichga eng avvalambor sog'lik, omonlik, uzoq umr, oilalariga tinchlik, xotirjamlik, ishlariga omad tilayman va institutimizga kelajakdagi eng yetuk mutaxassislarni bazasiga aylanishiga va dunyo miqyosida eng reytingi baland oliy ta'lim muassasalariga aylanishiga tilakdoshman. Men shaxsan o'zim Ahmad Nigmanovichni shogirdlari ekanligi bilan faxrlanaman. 300 dan ortiq ilmiy maqola, o'nlab darslik va monografiyalar, yuzlab shogirdlar, bular shunchaki raqamlar emas, balki ilmga bag'ishlanadigan umrning yorqin samarasidir. Ustoz sifatida u bir necha avlod olimlarni tarbiyalab, ularning hayot yo'lini belgilab berdi. Ahmad Nigmanovichni ustozim sifatida bilaman. Ahmad Nigmanovich bilan 1984-yildan bizani taqdir birlashtirdi. Ya'ni men Toshkent farmatsevtika institutini bitirgandan keyin shu institut qoshidagi markaziy ilmiy tadqiqot laboratoriyasida ishga olib qolindim. Shunda men kelganimda menga bir ikkita xodimlar aytishdiki, qanaqa ishlamoqchisan? Tez hamda sifatli, haligi nima deyam, ishni yakunlab nomzodlik dissertatsiyasini yoqlash niyating bo'ladigan bo'lsa, Ahmad Xo'jaga shogirdlikka tushgin deb aytilgan. Men bu anaqani nega menga shu to'g'ri, menga yaqin odamlar maslahat berishgan ekan, keyin bildim. O'zim ham hali Ahmad akamni uncha yaxshi tanimasdim, boshqa emasdim-ku. Keyin tushundim. Nimada tushundim? Ahmad Nigmanovichni ish uslublarida, fanga bo'lgan yondashuvda, ularni oldinga qo'yilgan marraga nisbatan harakatlarida, ya'ni buni ertaga qilarman, indinga qilarman degan fikr Ahmad Nigmanovichda umuman bir ikkinchi darajali fikr. Ular faqatgina marrani to'g'ri qo'yib, shunga qarab tez va sifatli ishlashni o'zlariga maqsad qilganlar. Shu narsaga meni ham haliga o'rgatdilar. To'g'ridan to'g'ri ustoz shogird demak, prinsipi mana shu yerda menga juda ham qo'l keldi. 86-yildan buyog'iga biz Ahmad akam bilan uzluksiz mana birgalashib hamkorlikda boshqa qilib birga ishladik. Undan keyin Ahmad akam taqdir taqozosi bilan boshqa joylarga ishlarga o'tkazildilar, lekin bizning aloqamiz uzilgani yo'q. Meni nomzodlik dissertatsiyamda ham, doktorlik dissertatsiyamda Ahmad Nigmanovich rahbarlik qilganlar. Men Ahmad Nigmanovichni faxrlanaman. Birinchi nomzodlik dissertatsiyasini hamda birinchi doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan Ahmad Nigmanovich rahbarliklarida birinchi shogirdlariman. Fan doktori, professor lavozimiga ega bo'lib, misol uchun aytaylik, shu institutning rektor vazifasini bajarib kelayotganimni orqasida faqatgina o'zimning mehnatim emas. Qo'limdan ushlab desa ham bo'ladi, shu yetaklab olib kelib shu kunga yetkazgan odam inson. Men behad shukrlar aytaman. Ahmad Nigmanovich bilan men hayotda shu uchrashib faoliyatimni birga olib borganimdan xalqaro e'tirof, nufuzli mukofotlar, yuksak unvonlar, bularning barchasi halol mehnat, sabr va vatanga sadoqat natijasidir. Ahmadxo'ja Nigmanovich bugun ham faol mehnatda. Ustoz o'zining ulkan ilmiy, pedagogik va tashkilotchilik mahoratlarini yosh avlodga yetkazish jabhasida hormay tolmay faoliyat olib bormoqda. Bizni xursand qiladigan do'stimiz bugungi kunda eng nufuzli O'zbekistonda xususiy oliy ta'lim muassasasini ta'sischi sifatida eng zamonaviy laboratoriyaga ega. Shu bilan birgalikda
ta'limni dunyo standartlari asosida tashkil etilgan o'quv markazini ta'sischi sifatida bugun o'zlarini ko'rsatdilar. Bu oliy ta'lim muassasasi bugungi kunda davlatimiz uchun, xalqimiz uchun kerakli yo'nalishlarni o'z ichiga oldi. Yana bitta narsa aytishimiz kerakki, bu oliy o'quv yurti bugun o'zi nufuzi bilan nafaqat Markaziy Osiyo davlatlarida, balkim SNGning barcha davlatlarida eng yetakchi oliy ta'lim muassasasi sifatida o'zini ko'rsatdi. Buni biz mana bir nechta xalqaro konferensiyalarda u yerga kelgan dunyo tan olgan olimlarni e'tirofida ko'rdik. Bu inson bilan bir soat agar gaplashadigan bo'lsak, bir oylik zaryad olamiz. Sababi bu insonni har bir gapirgan gapi, istiqboldagi rejalar hammamizni lol qoldiradi. Aziz inson, atoqli olim, xalqimizni hurmatiga sazovor bo'lgan mehnatsevar inson Ahmadxo'ja aka Nig'mat Xojayevchi mehnat faoliyati, hayot yo'li, o'zini ishiga fidoyiligi, xalqiga sadoqati har bir yoshlarimiz uchun bir hayot yo'li, hayot maktabi desam mubolag'a bo'lmaydi. U insonni men bilgan vaqtimdan Ahmadxo'ja akani ilm fanga bo'lgan chuqur bir yondashuvi, fidoyiligi, o'zini kasbini, sohasini ustasi ekanligi, kimyo farmatsevtika sohasida olib borilayotgan mana shu islohotlarni tub negizidan bilishi, mana shu insonni qanchalik mana shu kasbiga bo'lgan mehri, ana shu kasbini mana shu yoshlarga ilm, fan yo'lida bir mehr bilan berishi har bir ustozga namuna desam mubolag'a bo'lmaydi. Ahmadxo'ja aka qayerda bo'lmasinlar, qanday bir vazifani ijrosini ta'minlash bo'yicha yondashmasinlar, bu insonda bir narsa, mas'uliyat hissi juda bir yuqori bo'ladiki, mana shu ishni har tomonlama o'zlarini ko'ngillaridek qilib ijrosini ta'minlash. Mana shu ishdan albatta mana shu yoshlarimizni kelajagiga, mana shu farm sanoatni kelajagiga, ayniqsa mana shu farmatsevtika ta'limini, farmatsevtika sohasini rivojiga yondashuvlari juda bir mas'uliyat bilan ekanligini men doim his qilib kelganman. Oxirgi mana shu 9 yilda oliy ta'limdagi katta islohotlarda dadil qadam tashlaganliklarini ham biz guvohimiz. Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot institutini qanchalik hozirgi kun talabiga javob beradigan talablar asosida bunyod etilganligi bizani lol qoldirdi. Albatta hozir har qanday oliy ta'lim muassasasining nufuzini uni moddiy texnika bazasi, ya'ni zamonaviy laboratoriyalari, zamonaviy ilmiy tadqiqot faoliyatini olib borishi mumkin bo'lgan fizik, kimyoviy tahlil jihozlari, shu bilan birga jon beradigan, shu joyda ta'lim sifatini ta'minlaydigan jamoani yig'ilishi ham mana shu Ahmadxo'ja akani qanchalik rahbarlik faoliyatlariga, shu bilan birga har bir ishga qanchalik mas'uliyat bilan yondashganliklarini mana men kasbdosh sifatida shu bilan birga ko'p yillardan beri oliy ta'limda faoliyat olib borayotgan inson sifatida men juda hayratga qoldirdi. Eng asosiysi yana mana shu yoshlarimizni bilim olish bilan bir qatorda munosib yashash sharoitlarini ham ta'minlab berdilarki, mana shu joyda 7 qavatli talabalar turar joyi qurilgan. Buni bemalol biz ayta olamizki, mana hozirgi kundagi mana shu 2-3 yulduzli mehmonxonalar darajasidagacha talaba yoshlarga mana sharoit yaratib berdilar. Ochilishga borganimizda, shu joyda talaba yoshlar bilan ko'rishganimizda, jamoa bilan ko'rishganimizda birinchi navbatda talaba yoshlarning ko'zidagi quvonchi, jamoani ham mana shu Ahmadxo'ja akaning yo'llarida turib mana shu ishlarni birgalikda amalga oshirayotgandagi faxr tuyg'usini ko'rib men juda ham xursand bo'ldimki, ya'ni
mana shu sohaga kadrlar tayyorlashda mehnatlarini mahsuli, ya'ni o'zlarini mana yaratgan ya'ni farzandlarini desak bo'ladi, ya'ni bu oliy ta'lim muassasasini o'zlarining bir farzandlari desak, mana shu mehnatlarini mahsuli, mana shu ko'p yillik tajribalarini mahsuli O'zbekistonimizni mana kelajagiga xizmat qiladigan bir yangi bir oliy ta'lim muassasasini bunyod bo'lganligi bu insonni mana shu o'ylagan o'ylari, oldiga qo'ygan maqsadlarini ijrosini yana bir mevasi desam, men aniq bu haqiqat bo'ladi. Ahmad Nurmonovich deganda ko'z oldimga mehribon ota, mehribon ustoz, mehribon rahbar namoyon bo'ladi. Ahmad Nurmonovich bilan 2003-yil farmatsevtika institutiga ishga qabul qilganimda, dissertatsiya himoyasida ishtirok etganimda o'shanda ko'rganman, o'shanda niyat qilgandim, Xudo xolasa shu farmatsevtika institutiga o'qishga kiraman, men ham himoyalar qilaman, ilmiy ish qilaman degan niyat qilgandim. Ahmad Nurmonovich boshchiliklarida uzoq yillar ishladik billa. Dissertatsiya himoyasida o'zlari bosh bo'ldilar. Shohista Fehruzovna rahbarliklarida ruh saqlovchi biologik faol qo'shimchalar tarkibi va texnologiyasi mavzusidagi dissertatsiya himoyasini qildi. Ahmad Nurmonovich bilan 23 yildan beri faoliyat olib boryapmiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Xudo xolasa Ahmad Nurmonovichni 80-90-100 yillarda ham yuqorida fikr bildirgan, shirin iliq fikr bildirgan ustozlarimiz birgalikda tabriklab yurish hammamizga nasib qilsin. Bugun biz yubiley munosabati bilan faqat sana emas, balki ulkan hayot maktabi, ilm va fidoyilikka to'la yo'lni e'tirof etamiz. Ahmadxo'ja Nig'monov Yunusxo'jayevning hayoti bir haqiqatni isbotlaydi. Ilmga sadoqat va insonga xizmat qilish eng buyuk baxtdir. Auzubillahi minash shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. O'zingga bitmas tugamas hamd va sanolarimiz bitmas tugamas shukrlarimiz bo'lsin. Shukrlarga yetkazganingga, shukrlarni ko'rsatganingga, yurtimiz tinch bo'lsin. Yana ham gullab yashnasin. Xalqimiz hamisha shunday shod, xurram bo'lsin, to'q bo'lsin. Ahmad Xo'jani ham Xudo xolasa mana 70 ga kirar ekanlar. Umrlari uzun, rizqlari mol bo'lsin. 80 ga kirganlari, 90 ga kirganlarini, undan oshganlarini ham ko'rib, mana shunaqa tadbirlar bo'laversin. Biz ham o'shani shokidi bo'laylik, sizlar ham shuni shokidi bo'linglar. Alloh